futboldan keladigan narsa 99% oltinni o'zimiz ushlab qolish. Şimdi biz bunları önce burada manuel göstereceğiz nasıl yapıldığını ama bu suları böyle makinesi var. Hamma suvni tarkibida o'sha ishqor kislotasini aniqlash muhim. 10 mililitre. Elektropolisaj, özellikle en çok altın kalan elektropolisaj sıvılarından altın almak çok zordur. Önce bunun pH'ına bakıyorsun. Bütün sularda önce bak pH'ına. Bu çıkan sıvıları tekrar kullanamıyorsunuz. Yani elektropolisaj sıvıları özelliği bozuluyor. Tekrar makinede kullanma şansınız yok. Xudo xohlasa hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Yana ko'rishmagan akalarga hammaga xush kelibsizlar. Kecha e'lon qilganimizda ozgina kechikish bilan e'lon qildik. Sababi ozgina sharoit shunga to'g'ri kelib qoldi. O'zimiz test qilib, oldin ishlarni ko'raylik, o'zimiz rezultatdan qoniqaylik, keyin odamlarga e'lon qilaylik degan maqsadda ozgina kechikishlar bo'ldi. Xudo xolasa qilingan ishlar hammasi bizani qoniqtirdi. Chiqqan natijalar, oltin cho'kishlari, tozalashlari, qilingan shuncha sa'y-harakatlar hammasini o'zi oqladi. Xudo xolasa qilingan ishlarni ham sizlarga imkon qadar yetkazishga harakat qilamiz, bugun o'rgatishga. Bugungi mehmonimiz Sonayabi, Sotek firmasining sohibi. Biz necha yildan, salkam 20 yildan beri birga ishlaymiz. Bu firma bilan ancha narsani o'rgandik. Birga ishlaymiz, o'rgatishyapti, dalcha davom etyapti bunaqa o'rgatishlarimiz. Bugungi asosiy mavzuyimiz hammaning xabari bor, suvdagi oltinlarni cho'ktirish, ya'ni ekspress yo'l bilan. Endi hamma har xil cho'ktiradi, kimdir qizdiradi, kimdir kutadi o'zini holida, kimdir filtrdan o'tkazadi. Lekin bugungi bizani o'rgatadigan narsamiz ularning orasidagi eng optimal, eng ma'qul yechim deb hisobladik o'zimiz uchun. Endi kimga qanaqa? Sababi promoy filtrdan o'tkazsak, baribir oltinni ushlab qola olmas ekanmiz. Bari oltin ketadi. Agar qizdirsak, unda ko'p vaqt ketadi, ko'p sarmoya bo'ladi. Katta miqdorda ishlaydiganlar uchun bu to'g'ri yechim hisoblanmaymiz. Kichkina nima qilib bo'lsa, qizdirib, uni ispariyani qilib olishi mumkin, lekin katta tonna suvlari bo'lsa, to'g'ri yechim deb qizdirishni biz ma'qul ko'rmaymiz. O'shaning uchun hozirgi ishlatayotgan narsamiz xoh kichkina bo'lsin, xoh katta sexli bo'lsin, istalgan sex uchun ham ketadigan rasxodning naqasi pullari bo'yicha ham, vaqti bo'yicha ham, effekti bo'yicha ham har tomonlama ideal deb o'zimiz uchun hisobladik. Xudo xolasa ishni boshlaymiz. Sonayabi o'zini boshlasa tarjima qilib beramiz. Menimcha ko'pchilik o'zi turkcha gapirsa ham tushunsa kerak. Agar tushunmagan joylarini qo'ldan kelgancha tarjima qilib beraman. Tamam. Hoş geldiniz. Sotek firmasıyla Star Tools beraber bizim atölyelerde kullandığımız ultrasonik suları, manyetik suları, turbolardaki ıslak sular, özellikle altının çok kaldığı sularda bu Otek ve Erba sularındaki suların içindeki altınları en iyi şekilde geri almayı sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Manyetik suların içindeki altınları. Çünkü en çok altınlar burada kalıyor. Hatta el yıkıyoruz, lavaboların içinde kalıyor sular. Bunların içindeki suları geri nasıl alırız? Bunun için iki tane sıvımız var. Biri LPL4, diğeri de RFCK. Bunları kullanarak suların yapısını, kimyasal yapısını, altını serbest dışı bırakacak şekilde çözüyoruz ve altınların ayrışmasını sağlıyoruz içinde. Tamam abi, ben anlatayım biraz. O'zlarini tanishtirdilar. Turkcha, menimcha 50% tushunyapsizlar, to'g'rimi? Gapirayotganlarni. Asosiy qiladigan ishlarimiz aytib o'tganligimdek ultrasovik mo'yka, makni galtovka, qo'l yuvishlar uchun, yo'masa yana bilasizlar ko'pchilik galtovka apparatlarini ishlatadi mana bu keramikali. U bor, elektropolirovka suvlari biz o'zimizga juda ko'p ishlatyapmiz. Hozir elektropolirovka suvlarini hammasini oltinini cho'ktirib beradi. Sizlar uni boshqacha filtrlash jarayonini o'tkazmaysizlar. Oltin cho'kadi, tashqari suvni yana bitta filtrdan o'tkaziladi. Undan keyin pashti 99% oltin cho'kar ekan. Uni isbotlab qilib berdi o'zi, ko'rsatib berdi. Sizlarga ortiqcha naqa bo'lmaydi, lekin o'sha suvlarni tashlab yuborish kerak emas.
suvning tarkibida bari oltin qoladi. 1% bo'lsa ham oltin qoladi. Sababi oltin ionlashadi. Ionlashganda hech qanaqasiga biz tuta olmaymiz unaqa bilan. Uni faqatgina elektrolit orqali tortib olish kerak. Tok orqali misga yopishtirish kerak oltinlarni. Misga yopishgandan keyin uni yana qirib olib turib, yana afinash kislotaga solib eritib olish kerak. Eng oxirgi etapi bu. Lekin bizning qo'ldan keladigan narsa 99% oltinni o'zimizda ushlab qolish. O'sha elektrolitgacha bo'lgan jarayonni. U uchun bizga ikkita ximiyasi kerak bo'ladi. Bittasi tuzi, bittasi shampuni. Hozir buni ish jarayonida tushuntirib beradi. Shampuni bizga mana ishqor darajasini pasaytirib olamiz birinchi. Undan keyin tuz orqali ishqor darajasini ko'paytiramizda aylantirish hisobida tuzlari oltinlarni bitta joyga o'ziga yig'ib oladi. Magnit xususiyati bor. Oltinni o'sha mayda zarralarni bitta joyga to'plab berib, keyin oxirida o'zini holi qo'yib qo'ysa, masalan 2-3 soatda cho'kib oladi pastga hammasi. Tamam. Şimdi biz bunları önce burada manuel göstereceğiz nasıl yapıldığını. Ama bu suları böyle makinesi var. Bu makinede kendi karıştırarak bu tuzları ve suyu koyarak siz bu lavabo ve bu makine yardımıyla daha çok sularınızı biriktirip yapabileceksiniz. Şimdi biz burada öncelikle ultrasonik suyumuz ve elektropolisaj makine sularımız var. İşte bu ultrazvukiy moykadan olingan suv, Evet. bunisi elektropolirovka suvi. En çok altının en çok biriktiği ultrasonik sularda önce ne yapıyoruz biz? Suyun kimyasına bakıyoruz. Yani pH'i nedir? Kislotasi qanchalik darajasini aniqlashimiz shart. pH'ına baktığımızda bunu kontrol ediyoruz pH'ını. Burada. Ranglari keltiradi o'sha Renklerini soniga kontrol qarab. ediyoruz. Renklerini kontrol ettikten sonra bakıyoruz. 7, 8. Burada karşılaştırıyoruz renklerini. Eşleştiriyoruz. Şimdi bunun pH'i yaklaşık 10, 11. 11. Burada kontrol ettiğimizde 11. Biz bunu önce pH'ını düşüreceğiz. Bununla 4'e düşüreceğiz. Burada ELP'le 4 yazıyor. Bakın. 4. Bunu 4'e düşüreceğiz. Biz bu sıvıdan Abi ben biraz anlatayım bunu. evet. Chiqsin. Hozir o'zingizga beraman, ko'rasizlar. Ha, hozir chiqib yopishib qolibdi bu. Ha, chiqdi. Tursin. Hamma suvni tarkibida o'sha ishqor kislotasini aniqlash muhim. Birinchi qiladigan ishimiz ishqor nechi bo'lishidan qat'iy nazar 4 ga keltirib olishimiz kerak. Masalan, kecha o'lchagan ishqorlarimiz 7 dan boshlandi, biz 3 ga tushirdik faqat. Hozirgisi 12 chiqyapti. Hamma suvda har xil bo'ladi. Magnetik galtovkada boshqa, bunda boshqa, unda boshqa. O'shanga qarab ishlatamiz. Mana hozir ranglarini ko'rishingiz mumkin. Bunda şeymiş, 9'muş. Kaç bu? Ya 10. Yaklaşık 12. 10, 12, ya 12 değil abi. Bu kırmızı değil burası. Evet. Bu Bu şey 10. şurası 10. 10. 10. Şimdi biz bu Bunu o'zingizlar ko'rib chiqishingiz mumkin. evet. Bu sıvı likitimizle bunu 4'e düşüreceğiz. Yaklaşık 10 mililitre. Ishqorini kamaytiramiz, kislotasini kamaytiramiz. 10 mililitre koyuyoruz ve karışması için bekliyoruz. Buni proporsiyasini sekin-sekin o'zingizlar chiqarishingiz kerak. Sababi bunda masalan 10 ishqor bo'lsa 5 gram solgan yo 10 gram solgan degan narsa yo'q. Azgina test qilib turib o'zingizlar tushib olasizlar. Sekin opit praktikadan kelib turib, taxminan o'zi 90% yaqiniga keltirib olasizlar. Ko'p sovurish kerak emas, sal kamroq solish kerak, чтобы yana tekshirasizlar. Azgina masalan 10 gram solsanglar bitta qolgan bo'lsa, yana azgina 1 gram sovorasizlar keyin ichiga. Ko'p sovorsa rasxodinglar ko'payib ketadi, ya'ni orqaga qaytarish kerak. Undan ko'ra kamroq qilib turib, yana qo'shgan yaxshi. Siz bunu yaparken biz 3 litre sıvı aldık. 3 litreye kaç mililitre bu sıvıdan koyduk? Bu orana göre bundan sonraki sularınızı makinede o formülle standart hale getireceksiniz. İlk önce ölçeceksiniz sularınızı. Sonra makineye her dolduğunda havuzumuz o standartta bu likitlerden koyacaksınız. Formülü yapmak için böyle önce manuel yapıyoruz. Eng yaxshisi 10 litr suv tayyorlab olish kerak. Ya 1 litrmi? Agar kichkinaroq qilaman desanglar 1 litr, hisob kitobinglar osonroq chiqadi. 10 litr yo 1 litr qilsanglar, unga ko'ra proporsiyani ko'paytirib olishingiz oson.
50 litr bo'lsa 50 litr, 30 litr bo'lsa 30 litr, o'shanga qarab suvni solasizlar. Eksperiment uchun biz 2-3 litrdan hisoblayapmiz. Xohlasanglar shu bunga hisoban proporsiyani keltirib olsanglar bo'ladi. Bu bir müddet karıştıktan sonra tekrar kontrol ediyoruz. pH'ının 4'e gelip gelmediğine bakacağız. Bir bakalım ona. Gelmiş mi 4'e? Rangi o'zgardi o'zi ko'rgan bo'lsanglar. 7 6. 6. Şimdi 6 10 litre koyduk. 6'ya düşmüş rengi. Demek ki yeterli değil. 4'e düşürmek için 3 mililitre daha koyacağız. biraz azaytırayım mı bunu? Çok hızlı mı çalışıyor? Ya normal dönüyor. Normal. Evet, Tamam. 3 mililitre daha koyduk. Biraz karışsın. Buni hozir qilyapti. Bakın. Iminni bunaqa apparat bo'lishi shart emas. 12'den 7'ye düştü pH'i. Şimdi 3 mililitre daha ekledik. 4 mililitre düşene kadar bu sıvıyla bazini dengeleyeceğiz. 4'te bir süre karışmasını bekleyeceğiz. Sonra tozla tekrar devam edeceğiz. Adashib ketmaslik uchun ham yozilgan o'zi. Shampun birinchi ishlatiladi, to'r yozilgan. Ana necha yil degan kerak emas. Shampunni to'rgacha tushirasizlar. Birinchi ishlatadigan narsani bilib olsanglar bo'ldi. Birinchi to'rga, birinchi pastga, keyin tepaga. Buni qilgandan keyin ozgina kutamiz. Bir yarim soatcha kutgandan keyin 7 gani chiqaramiz. Undan keyin hammasida yozilgan o'zi, nechaga qilishlari. Keyin hozir bularni ishlatyapmiz, aytdim. Bu faqat test uchun qilinyapti. Buni iloji bo'lsa mishalka mana tepasidan aralashtirib turgan qilgan ma'qul. Sababi ichida cho'kindi bo'ladi-yu. Cho'kindi bo'lgandan keyin pastdagi magnit aylanmasdan qolishi mumkin. Past yaxshi. O'shanga tepadan aylantirgan yaxshi. Agar faqat suv bo'ladigan bo'lsa, unda bo'laveradi bu. Lekin tagida axlat to'plangandan keyin hozir bu tozaroq suv. Kecha biz shunaqa musor axlat suvlarni qildik, loy bo'lib qoldi. Ishlamadi bu narsamiz. Loy bo'lsa, keyin bitta narsani biz opitdan kelib chiqib qildik. Eksperiment yaxshi bo'ldi. Loyli suvlar bo'lsa, birinchi unaqa qopli filtrdan обязательно o'tkazib olinglar. Loyini olib qolgani. Sababi bu, mana siz ololmaydigan suvni ololmaydigan oltinni bunaqa ximiya bilan ishlatganingiz ma'qul. Sababi loyi solsanglar, loyi cho'ktirib bera olmaydi. Loy o'zini holida cho'kish kerak. Loyi o'zini holida cho'ktirib, bu filtrlardan o'tkazib, undan keyin mana ichida oltin bor degan suvingizni bundan qilsangiz, ancha effekt yana ham oshar ekan. Biz o'shani tushundik kecha. Hop, hop. O'shani o'tkazib olsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Ha. Loyini olib qolish uchun o'tkazsanglar lazim. Loyda yog' bo'ladi, o'shancha yog' bo'lgancha reaksiya bermaydi. Ha. Iloji boricha bunga tozaroq suv qo'yinglar. Tozar degani o'sha filtrdan o'tkazib qo'yganingiz yaxshi. Qopli filtrlar, mana qog'oz filtr shart emas. Qog'oz filtr o'tishi sekin bo'ladi, mana tiqilib qoladi. Undan ko'ra unaqa qopli filtrlardan o'tkazsanglar, axlatini ushlab qol. Maqsad shu. Ko'p qo'lga ushlaydigan axlatni ushlab qolsanglar, suvdagi oltinni keyin bundan olsanglar, effekt oshadi ancha. Keyin vaqtdan ham yutasizlar. Şimdi bunu bir daha kontrol edelim. Evet. Bak bakalım. 4'e gelmiş mi? Biraz 5'e daha yakın. 5'e yakın. 4'e getirmek için demek ki 1 mililitre daha koyacak. Keyin shu joyini eslab qolinglar. Agar unaqa yozib olaman desanglar ham telefonga yozib olinglar, esdan chiqib qoladigan joy. Bu suvni solgandan keyin hozir tez qilyapmiz-ku. Tez qilayotganimiz uchun hozir aralashtirmayapmiz, lekin обязательно aralashuv muhim ekan. Ichida qimalari cho'kib qolar ekan bu yoqda ham. O'shanga har safar solayotganingizda обязательно aralashtirish kerak. Ha, shampunni o'zini. Shampunni o'zi cho'kar ekan pastga. O'sha arzimagan narsa ishinglarni o'xshatmasligi mumkin. O'shanga shu joyi muhim joy. Tamam bir şey yeter bunu baksana evet. Kendisi hepsi. Evet. 4 oldu. Evet. Bakın. Renkleri 4'ten geçmişti.
Evet. Şimdi bu 4'e geldikten sonra karıştırdık güzelce. Bizim bu powder tozumuzla bunu tekrar 7'ye çıkaracağız. Biraz 7'ye bekletiriz mi? çıkaracağız. Bunun bir süre boşa dönmesi gerekiyor. Bir 15-20 dakika. Onu da yaparız mı abi? Bu arada biz bu tozumuzu ne kadar koyacağımızı bir 10 gramla başlayalım. Mana o'zgarishlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bunları bir defa formüle ettiğinizde ondan sonra her seferinde bunu tartmanıza gerek yok. O oranlarda sıvının içine koyabilirsiniz. Hozir qanchaga qancha degan narsalar bo'lishi mumkin savolda. Bizani bu hammada har xil suvda har xil bo'ladi. O'shanga buni aniq sizga formulasini ayta olmaymiz. Reaksiya har xil aytishingiz mumkin. Masalan, 1 litr suv ishlatsam, hamma suvda shunaqa bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Yo'q, bunaqa xato ekan. Sababi bizni ultrazvukiy moykalarda masalan 1 litrga masalan 10 gram qo'ygan bo'lsak, magnit galtovkaga 1 litrga 10 gram qo'ysak chiqmayapti proporsiyasi. U hamma narsa o'zi bir marta ishlatganingizdan keyin bo'ldi, o'sha tempda ketaverasiz. Bunun en güzel yöntemi ultrasonik sular, manyetik sular, el yıkama lavabo suları lavaboda toplandığında bu ilk filtreden geçtikten sonra buradan suyu alın, pH'ını kontrol edin. Onun ortalamasına göre formül yapın. Havuzda o formüle göre devam edin. Yani her sıvının çünkü pH'i farklı olduğu için böyle ayrı ayrı hesap yapmaya gerek yok. Şimdi biz buna bizim RFCK'mızdan bir 7,5 gramla başlayalım. Yeter mi abi şey? Yetmezse şey yapacağız ilavesini. Yok ben diyorum Yeter. sadece donsiz gerek yok mu? Buni aytyapti, haligi qopdan o'tkazib, keyin bu jarayonga olib kelishni tushuntiryapti. Şimdi biz pH'ı 7'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten burada yazıyor. Önce 4'e, sonra 7'ye. Keyin eng asosiy bu ham muhim narsa, haligi aytganim aralashtirish o'sha naqasi bo'lsa, kaliti bo'lsa, yana bitta narsa, ko'pchilik bizda ferri ishlatadi. Moyka, magnit galtovkalarga, kimdir moykalarga ishlatadi. Iloji boricha ferrini ishlatmaslikni, ferrini so'ylayorum. Evet. Ferrini ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Biza o'zimizni narsani sotish maqsadida emas. Men o'zimning narsamni reklama qilish maqsadida emas. Ferri deyapti, Gliserin var içinde. ichida glitserin bor. Glitserin bo'lgandan keyin oltinni o'ziga yeb olib turib, uni ajrata olmas ekansiz. Salmıyor altını. Şampuanın içinden altın kaybı çok oluyor. Ko'proq Genelde, ugar bo'ladi. evet. Siz 1-2 so'm mana nima, ferrigiz nisbatan arzon bo'lishi mumkin, boshqa effekti yaxshi bo'lishi mumkin deyish mumkin kimdir. Biza o'zimizni italyanskiy shampunlarimiz juda ko'p odam ishlatadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p odamchilarga o'zi yetkazdik. Bu shampunlar bilan ikkalasini test qildik biz. Ferrida qilingan ishni test qildik, bu shampun bilan qilingan ishni test qildik. Yer bilan osmonchalik farqi bor. Ikkalasi bir xil narsa. Unga solganimiz ferri bo'ldi, unga solganimiz ultrasovukiy shampun bo'ldi. Bu italyanskiy shampun bo'ldi. Italyanskiy shampun ko'pchilik biladi, sifatlari, rezultatlari ancha yaxshi. Unaqa ham oltinni yig'ib olish ancha unaqa ekan, effektivligini bildik. O'shanga aytayman, mayli bizani ultrasovukiy shampunni olmasa ham ferri ishlatmasin, tamom. Ferrida oltin ko'p qochyapti, shuni aytyapti. Keyin bunaqaga magnit galtovkaga bizada ultrasovukiy shampunda muammo unaqasi bo'lmadi. Biz sariqda ishlatamiz. Unaqa magnit galtovkaga o'zimizning firmada ferri solishgan ekan. Ferri magnit galtovkada ferri solishgan ekan. O'shanga aytyapti, unaqa o'zini galtovkani shampuni ishlatlaring deyapti. Unaqaga emas, ferri emas. Sizlar agar bu texnologiyani o'rganganingizdan keyin test qilib ko'ringlar. Buni solinglar. Keyin ferrini solib ko'ringlar. O'zingizlar yer bilan osmonchalik farqini sezasizlar. Ferri solgandan keyin oltin cho'kmadi umuman. Cho'kishni kuzatmaysizlar. Buni solgandan keyin oltin bittada cho'kyapti. Hamma narsa suv toza bo'lyapti. Kimyasining tarkibida farq qilyapti. Faqat ferrimi yo umuman tarkibida glitserin bormi? Glitserin bor bo'lgani uchun. Bakın. Endi bilmayman ferri tarkibida nima bor, bu glitserin deyapti. O'shanga Glitserin o'zi yo'q bor. Gelmiş. sizlar
unaqada nima deydi? Ko'chadan olyapman deb nima qilishinglar mumkin, lekin oltin ketdi. Limonlu kislete ya formaikalar. Zaten çok kısa bir sürede Abi limon kisletası diyor. Salsa kullansa olur mu limon? olur. Limonla bir problem yok. Gliserin yazın şampuan üzerinde gliserini görürse o şampuanı kullanmayın. O yüzden büyük firmalar genelde içinde gliserin olmayan kuyumculara özel şampuanlar kullanıyor. Hangi makinalarda? Ultrasoniklerde, manyetik makinalarda, bu turbo makinalarda, plastik taşların içinde, altın çok kalan yerlerde. Çünkü gliserin altını sıkıyor ve salmıyor. Bakın bu şampuan İtalyan şampuan. Euroteknika'nın şampuanı. Bakın nasıl altını yakaladı. Koyduğumuz toz şu an içine hapsediyor altını burada. Bakın burada. Bak oluştu reaksiyon. Bu toz bunu altının şu an içine hapsediyor ve suyun içinden altını alıyoruz. Suyun içinde elektrostatik karbon altın dediğimiz bir altın var. Bunu normal filtreyle alma şansınız yok. Ancak bunu bu kimyasallarla çözerek alabilirsiniz. Böylelikle %99'a yakın sularınızın içindeki altını geriye kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bakın bunun yaptıktan sonra iyi bir karışması lazım. Bir 5-10 saat bu makinede bırakın karışsın. Çünkü bu içindeki bu tozlar altını içine alıyor. Ne kadar çok karışırsa o kadar çok altınınızı geriye alırsınız. Qancha ko'p aralashsa shuncha yaxshi. Men savol berdim. Men boshida tushunmadim bu. Nimaga keragi bor? Cho'ktir filtrdan o'tkazsa hammasi ushlab qoladi deb miyamda o'sha aylanib yururdi. Filtr borku degan. Sababi biz italyanskiy filtrlar olganmiz. Bu yoqda yo'q hozir, sotib yubordik. O'shani suv o'tyapti, yig'yapmiz oltin desa, lekin oltinni yig'olmaydigan oltinlari bo'lar ekan. O'sha yig'olmaydigan oltinimizni mana shu tuzli o'ziga tortib, bizga cho'kindi hosilda qilib berar ekan. Bundan keyin o'sha biz italyanskiy suvlardan o'tkazsa, почти hamma anaqani yig'ib olamiz 99% gacha. Undan ko'proq kerak bo'lsa. 99.5% gacha deb aytilgan o'zi garantiyasi italyanskiy filtrlarda. Lekin baribir 100% iloji yo'q. 100% qilish uchun o'sha aytilgan edi, tok orqali misni solib turib, misga tillalarni yopishtirish kerak. Undan keyin misni keyin yana kisletaga solib oltinni ajratib olinadi. Misdan tashqari titan yoki nержавеющий borku. Ha. O'shani ishlatsa bo'ladimi? Abi elektrolit diyor. Elektrolit bundan sonra altı sular var ya. Onu koyuyoruz doğru mu? Bakır olarak yapıştırırız altını doğru mu? Tabii %99 haricinde suyun içinde kalan karbonlaşmış altını elektrolizle bakırın üzerine alabiliriz geriye. Elektroliz. Onun da makinesi var. He, onu diyor. O bakır kullansa olur mu diyor. Mesela Olur. stal Olur. paslanmaz. Olur. Başkalarının kullansa olur doğru mu? Bakırın üzerine olur sadece. Bakırdan Başka olmaz. Bakırı çünkü daha sonra asetin içine erittiğimizde altını geri almak Uni lazım. bizga titanga boshqaga yopishgandan keyin siz yana olib olishingiz kerak oltinni ichidan. Ha, u unaqa qilsangiz nima? Ha, mis qilsangiz, mis ishlatsangiz, misni eritib yuborasiz kislotada. Tilla qoladi. Suvni gradusida 50 deyman, 30-40 atrofida. 30-40 suvni o'zi sovuq suv, muzday emas u. Masalan 20-25 gradus suvlar ham qilsangiz bo'ladi, komnatniy suvlarni. Lekin reaksiyaga tezroq kiritish uchun suvni isitganingiz ma'qul. Lekin suvni isitmasa bo'lmas ekan degan narsa yo'q. Prosta biz ishni tezlashtirish uchun suvni qizitamiz. Lekin unaqa tonna masalan bizning o'zimiz sexda tonnalarni yig'ib qo'yishgan, biz qizita olmaymiz, iloji yo'q. Qizitish mumkin ana nima choynaga soladigan narsa bor. O'shalarni qilish mumkin, lekin biz kechasi yoqib ketamiz, aralashib, masalan 1 soatda bo'ladigan narsa 3-4 soatda bo'lsa yetadi. Faqatgina maqsad reaksiyaga tezroq kiritish. Bakın İçindeki altın tuzları var. toplandı dibinde. Bakın toplandı. Şimdi siz 200 litre suyunuzu böyle bu makinede yaptığınızda bu su filtresi normal çuval değil. Su filtresinde bu kabasını alıyorsunuz. Geri kalan bunun %90 tutuyor bu. %90. %90'dan sonrasını da burada ikinci bir filtre kağıdımız var. Bu filtre kağıtları. Bakın. Bunlardan
Bu havuzda buradan aldıktan sonra bu havuza getirdiğinizde bundan birkaç kat %99'a kadar altınız artık sizde. Bunu süzdüğünüzde bunların içinde, bu makinelerin içinde %90 burada, %99 burada. Altınınızı, bu görmüş olduğunuz altınınızı geriye alıyorsunuz. Ondan sonra da ram altını yapıyorsunuz. Bundan chiqqan suvlarni musorani axlatini yig'ib olish uchun bundan o'tkazib olamiz qoplardan. Imini mo'yka suv qopi bo'lishi kerak. Oddiy qop emas, suv qoplari bor. Bizda bilasizlar, sotamiz. Bu kattalari, kichkinalari ham bor bularni. Bundan o'tgan suv 90% ushlaydi deyapti tillani. 90% bu yoqda ushlab qolasizlar. Qolgan 10%ni 10% emas endi 100% 9% deylik. 9%ni bu qog'ozlar orqali bundan o'tkazish kerak. 2-3 qavatlab o'tkazish kerak. Bu apparatimiz suvni tezlashtirib berishga yordam beradi. Vakuum tortgan hisobiga vakuumdan chiqarib yuboradi, suvni chiqarib beradi. Agar sizlarga yana ham nima deydi, takomillashgan professionalniy apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, italyanskiy suv naqalari bor. Suv filtrlari bor. La Fonte degan firma bor. Ularda maksimal darajada imkon qadar eng oxirgisini olasizlar. Bu yerda ham ancha-muncha o'sha aytilayotgan 9% ni olsa bo'ladi. Lekin haligi La Fonte degan firmalar bilan yana 99.5% gacha ham olib chiqsanglar bo'ladi filtrlarni. Bular nisbatan arzonroq turadi. Men aytayotgan filtrlar jay unaqa katta raziyasi yo'q, ozgina nisbatan qimmatroq. Ya'ni masalan bu 5000 bo'lsa, 15000 emas. Bu 5000 bo'lsa, 8000 bo'lishi mumkin. Shunaqa farqi ozgina. Bakın bunu görün. Suyun içinde tamamen toplandı altınlar tozun içine. Suyun içinde sadece elektrostatik altınlar yüzüyor üstünde. Gelip kalkıp bakabilirsiniz. Bakın üstte yüzenler elektrostatik altınlar. Bunları da alıyoruz. Bunlar kaçmıyor. Nasıl alıyoruz? İşte bu filtre kağıdıyla. Ishlayapti, anaqa. Filtre kağıdıyla. Live hammasi ishlayapti. Bunu biz filtre kağıdından geçirirsek manuel olarak aynı şekilde bu ince elektrostatik altınlarımızı da %99'a kadar burada filtrede tutmuş oluyoruz. Bu suları lavabo sularında yapabilirsiniz. Manyetik sularda, plastik taşlı aşındırma, Otek, Erba bu makinalarda yapabilirsiniz. Elektropolisaj, özellikle en çok altın kalan elektropolisaj sıvılarından altın almak çok zordur. Bunun ilacı bunlar. Altınızı geriye çok hızlı alırsınız. Çünkü altın ne kadar çabuk tezgaha dönerse o kadar çok çalışırsınız. Biriktirmeden kaç litre birikti? 15 litre. Yapın, altınızı geriye alın. Yani bu... Ha, tamam. Bo'ldi? Tamam. Evet. Shu orasida aytib ketishim kerak. Hozir ko'pchilik hali ham mashhur bo'lmadi. Biz o'zimiz ishlatyapmiz, boshqalar ham ishlatyapti. Elektropolirovka naqasi keladi, o'z zamoni keladi. Sababi boshida odamlar aytadi, u oddiy ultrazvukiy mo'ykani olib kelganimda odamlar olmagan buni. Qo'lda qilaman, shotkada ishqalayman deb olmagan. Hozir o'shunaqa paytda hozir elektropolirovkalarni to'g'ri narxi qimmat. Elektropolirovka narxi qimmat. Lekin hisob-kitob qilib chiqsanglar, 1 yildagi rasxodinglarni sizlar polirovkada qancha ugar qilyapsizlar, qancha ishchi ishlatyapsizlar, polirovkani sifatini qanaqa qilyapsizlar, oltinlarni qanaqa qilyapsizlar, ularni hammasini yozib chiqsanglar bor-ku, elektropolirovka birga bir emas, undan ham ko'proq ancha sizlarga arzonga tushadi. Ham vaqtdan yutasizlar, ishchi kuchi, sifat, oltinni 99.9% degan garantiyasi bor o'zini Germaniyani. Agar to'g'ri hammasini qilib turib, oltinlarni to'g'ri olsanglar, masalan, 1000 gold bo'lsin, MK bo'lsin, Sotek bo'lsin, elektropolirovkalarda polirovka qilayotganinglarda baribir iloji yo'q uni. 99%, 100% olish iloji yo'q. Elektropolirovkalarda, men ishlik motor demoqchiman. Elektropolirovkalarda o'shani maksimal darajada oltin yig'ib olasiz. Sababi oltin chang bo'lmaydi, tepaga chiqmaydi. Hamma narsa suvda qoladi. Suvdagi narsani tashlab yubormasangiz, suvdagi oltinni hammasini olsangiz bo'ladi. Birinchi etabi 99% gacha oddiy usulda olasizlar. Qolganini o'sha aytganimizda elektroliz orqali olinadi oltinlari. O'shani sekin-sekin diqqatinglarni qaratganinglar ma'qul. Elektropolirovka zamoni keladi. Birinchidan, men aytib o'tgan narsalarim hammasi moliyaviy tomondan men rasxodlarni aytib o'tdim. Ikkinchi tomondan o'zi hozirgi modellarni iloji yo'q undan boshqa. Mana 3D model ko'payib ketyapti hozir.
3D model ko'payyapti, duty ishlar ko'payyapti. Ularni polirovka qilayotganimizda mana bularlar davron kelib teshilib qolyapti. Nomiga qilsa teshiladi. Farqi yo'q. Zimpora bo'lsin, yo oddiy namatdan, yumshoq namatda o'tsangiz ham teshilyapti. Bizdan o'zimizda masalan, misol. Odamlar o'shanga sekin-sekin majbur bo'lyapti. O'shanga sekin o'zinglar uchun plan qilib turib, elektr polirovkalarni qiziqib yurganinglar yaxshi. To'g'ri, apparat narxi arzon emas, lekin pul tiksanglar o'zini pulini chiqaradigan narsa. O'zini pulini chiqaradigan narsa. Hamma tomonlama. Şimdi burada en önemli şey bu sularda asitli suları yapamıyorsunuz bunda. Kislotali suvlar Yani patlatma suları, asit boşaltma suları bu sistemle, bu kimyasallarla olmuyor. Asit suları için ne yapacaksınız? Örneğin patlatma makinesi. Patlatma makinesinde yapmış olduğunuz işlemleri patlatma makinesinde bu havuzlara alacaksınız. Bu karıştırma havuzlarına. İki göz karıştırma havuzları var. Bu havuzlarda farklı bir sistemle asiti kimyasını tekrar altını nasıl yapacağımızı onu da anlatayım ben size. Hozir bu qilayotgan ishlarimiz hammaning xabari bor. Kislotasiz bo'lgan suvlarga qilinayotgan narsalar kislota bo'ladigan bo'lsa suvlar, masalan, portlatma suvlarini ko'pchilik aytadi, olishni o'rgatinglar deb. Shularni hozir tushuntiryaptilar. Bu idish kerak bo'ladi. Cho'ktirma idishi hisoblanadi bu ham. Ichida aylanib turadi, plastmas ichida, yo titandan qilinadi. O'zini ximiyalarini solib turib cho'ktiriladi. Patlatmada toplanan sularımızı havuza aktarıyoruz önce. Havuzda 60 derecede ısıtıcımız var havuzun içinde. Ichida naqasi bor, tenti bor. 60 derecede ısıtarak havuzun içinde karıştırıcısıyla 2 gün boyunca kimyasalları koyarak içinde asiti 60 derecede karıştırıyoruz. 2 gün bekliyoruz. 2 gün bekleme sonunda bu seviyeye kadar dibine balçık olarak altınız çöküyor. Üstte yine asitli bir sular kalıyor. Motoruyla ikinci havuza alıyorsunuz. Aynı sistemi ikinci havuzda da yapıyorsunuz asite. Karıştırıp 2 gün karıştırıyorsunuz, 2 gün bekletiyorsunuz. Ve sonra bu altlarından, filtre kağıtlarından burası üstünü bu tarafa aldığınız için balçık kalmış oluyor. Balçığı buradan altın tortularını filtre kağıdıyla tekrar süzüp filtre kağıdından ramat şeklinde alıp altınızı da geri alıyorsunuz. Bu asit makinalarını da bu sistemle yapıyorsunuz. Portlatma suvlari avtomatik bu yoqqa o'tadi o'zi. Unaqa bilan kompressor bilan bu yoqqa chiqarib beradi. Ichida tenti bor, suvni qizdirish muhim. Suvni qizdirib 2 kun aylantirilar ekan. 2 kun karıştırma lazım. 2 gün karıştırıyoruz. Sonra 2 gün evet. bekletmek. Evet, 2 gün 2 bekletiyoruz. kun aralashtirib, 2 kun aralashgandan keyin 2 kun o'zini holida tindirilar ekan. Sababi cho'kish kerak. Balchiq holatda cho'kkandan keyin sal teparoqdan suvlarini, asid suvlarini, o'sha kislotali suvlarini keyingi naqaga o'tkazib beradi, bachokka. Bu yoqqa o'tgandan keyin xuddi shu jarayon yana bir marta qaytariladi, ya'ni oltinni hammasini olib olish uchun. Qolgan suvlarini, tegidagi balchiqlarini bu yoqdan chiqarib filtrdan o'tkaziladi. Keyin o'sha balchig'ini как afinash qilib olinadi. En son işlem bittiğinde bu alttaki, bu üstteki suyu dışarıya atarken direkt atmayın. Bir karbonlu bir çuvalın içinde karbon koyun içine. Suları karbondan geçirin ki nötralize edin asitli sularınızı. Karbon nötralize eder asidi. O yüzden bu dışarıki sulara salarken ona çok dikkat edin. Direkt salmayın asitleri. Karbon, toz karbon alacaksınız. Karbon kömürü Karbon dediğimiz. nima? Naqasi? İçinden geçireceksiniz asitleri. Bu dibinde Karbon kalan balçıklar zaten 2 bölümde bu filtre kağıtlarıyla yine aynı şekilde filtre kağıtlarıyla güzelce süzdüğünüzde altınınızı geriye alabileceksiniz. Karbon. Buni aytayotgan narsasi tashqariga suv kislota suv oqizib yubormang. U ertaga qolganlarga ziyon yetkazib qo'yasiz. Odamlarga ziyon yetadi. Shuning uchun karbon aralashtirib, karbonni chiqarib olsa neytrallashtirib. Ha? Karbonat değil, karbon kömürü. Karbon Kömür var. Karbon kömürü. Evet. Karbon ko'mirda o'zi. Neytrallashtiradi, mana kislotasini kamaytirib beradi.
Ne salsa olmaz mı bu? Adı neydi bu? Kaustik soda. Yok. Gerek Yok değil. olmaz. Yani bu He. asit sularına He, olmaz. en son suya atarken kanalizasyona dışarıya karbon kömüründen geçirmek gerekiyor. Tamam. Yani buradan qanchalik ya? Bitta kursingiz bilasizlar yonida. Portlayotgan suv siyaniddan. Ha, bitta non 1 gram yesangiz o'zi o'ldiradi odamni. Ha. Ha? Portlatma mana liteyka qilingandan keyin rangini ochib oladi-yu. Ximiya unaqa tillarni shilib olish degan portlatma. Tillarni birinchi sloy qatlamini, ustki qatlamini shilib, xim polirovkani kuchlirog'i. Kuchlirog'i bo'ladi. Ha, u Tsianid o'tganimizda katta. ha. Bunday anaqa 5% sevgisi borku. Qaysinda? Elektrofoyil. Elektropolisaj, evet. 5% anaqa bor bunda. Sevgisi. Ne Serni var diyor. Hı? Serni. Serni biliyor musunuz? İçinde mi? Yok mu içinde? Kimyasında ne var ben bilmiyorum. Öyle, 5% bo'larkan. ha, yo, onu Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum onun sıvısını. Ha, ben elektropolik bunu yap çok bunu yapabiliriz mi abi? Yapalım. Yapalım. Bunu neden çalıştırmadınız? Çalışmıyor mu? Çalıştıralım. Tamam, burayı koyarız, tamam. Koy. Lastiği gitmiş o yüzden merkezden kaçıyor. Tamam buraya bas. Ha, çalışıyor. Evet. Farklı mı? Neden bu öyle çalışıyor? Tamam dönüyor olsun. Şimdi ben sizi alayım beraber yapalım. Bir kişi. Buraya bir arkadaş gelirse beraber göstereyim hem daha iyi öğrenmiş oluruz. Kimdir? Gelmek isteyen varsa beraber biriniz gelin beraber yapalım. Hem görmüş olursunuz. Gelin. Nasıl yapılacağını. Omadli lotereya sizga tushdi. Önce bunun pH'ına bakıyorsun. Bütün sularda önce bak pH'ına. Kiring oxirigacha. Komple. Evet. Bo'ldi, oling. Evet. Şimdi burada bak kontrol et. Rengi eşleştir. Orqasida ham bor. Orqasini ham ko'ring. Bu mu? 7. 7 mi? 7. Evet. Sen şimdi bunu 4'e düşüreceğim bununla. To'rtga, ha, bu shampunni qo'yamiz. Shampun qo'yamiz. Evet. Sen biroz yerini değiştirdiniz. Çok hızlı dönüyor, doğru mu? Yeter mi? Yaklaşık kaç gram koyuyorsun? Bir evet 7 gram koyalım. 7 mililitre koyalım. Böyle hiç ko'paytirardim. Tamam. Tamam. Şimdi biraz dönsün. Tekrar kontrol edeceğiz. Chaqib qolishmasin, sovoradi. Ha. Tink. Ha. Zo'r chiqdi bu bizada. Yo'q. Bizada ham chiqdi hammasi. Ha. Bunu da isterseniz bu arada süzelim. Hem görmüş oluruz şeyini. Ha, tamam. Eldiven var mı elinde? Şunu alalım. Bir peçete verir misiniz? Tamam, Suzun abi, oradan alırız. Tamam şöyle alayım. Bir eldiven alabilir miyim? Yeter mi? Yeter. Hı hı. Bu arasından düşmez mi abi şey? Düşmez. Tamam.
Bunu 1-2 kat, özellikle elektropolisaj sularını 1-2-3 kat kağıtla süzmek gerekiyor ki altın tutulsun. Bir kat Iloji az bo'lsa, olur. vakuumli bo'lsa, o'sha vakuum sistemasi ishlatsanglar 3-4 qavat qilganinglar yaxshi qog'ozni. Bakın bu 60 kat bu makinede bu kağıtlardan var. Bakın 60 kat. Bu İtalyan bir makine. Bunu motorla kendisi bu havuzdan basıyor. Bakın suyu alabiliyorsunuz içinden. Yok, bir kimyasal bir şey yok. Kokusu yok. Zararı yok. El temasında. İçinde siyanür yok. Yani zararı yok yani bunların. Hiçbir kimyasalın vücuda, ama çalışırken eldivenle çalışın. Çünkü şampuanların filan kimyasalları. Bu buradan geçtikten sonra artık içindeki su tamamen %99 arındırılmış bir su. Buni o'lchab ko'ring aziz aka. Bunaqasini. Yıkasın. Evet, onu kontrol edelim. Arkası. Kaç olmuş? Çok olmuş. 4'e gelmiş. 4'e gelmiş, evet. Bakın 4'e geldi. Geldi. Ha, evet. Yaklaşık, evet, 4'e geldi. Şimdi 4'e geldikten sonra biraz daha karışsın. Tozumuzdan yine 7'ye yükselteceğiz. Qaysi? Bu elektroporovka suv emas. Elektropolirovkaga chayilgan suv bu. Mana chiqqan suvni chayamiz-a elektropolirovkaga. O'sha suv bu. Elektropolirovka suvini ishlatib nima qilmaymiz. U oxirida mana o'lib chalajon bo'lganda keyin chalamiz. Bundan bir 5 gram tartalım. 5 Sinsogandan gram. ishlata olmaysizmi? Ishlatdimi? 5 gram tartalım bundan, 5 gram. 5 gram tortdi. Menga solgandan keyin ishlamaydi deb aytishdi, ishlatdimi? Ha? Evet. Bir 5 gram atalım. Yetmezse bir daha atacağız. Olur mu 5-2? Bakacağız. Evet. Yavaş, ama bunun mümkün olduğu kadar yavaş atmak gerekiyor. Birbirine toplanmasın. Ha? Suvni mahbusi bilan suvdan. Mana suvdan. Ha, shunaqa. Shunaqa qilasiz. Qizil o'xshamadimi sizlarga? Qaysi qizil? Qizil rang. Nimaga o'xshamadi? Qizil chiqmayapti o'takda. Nimaga chiqmaydi? Chiqyapti. Bozor chiqmayapti. Nimaga? Mana sotildim. O'tek ishlatdingizmi? Ya'ni suvdan. Yo'q, yo'q, bizda chiqadi. Idealni chiqyapti. Siz apparatingiz yo'qmi? Apparat yo'q. Xo'p, apparat oling, chiqarib ko'ring, farqini sezing. Siz olib keling, men ishlatib beraman. Ko'rsam suvdan ham olib ko'rdim. Ko'rasiz. Yo, tushundim. Men aytyapman, bizda idealmi? Yo, tushundim, apparatingiz yo'q-da. Apparatda muammo yo'q. Bizda nima qilsangiz bo'ladi? Kelinglar. Kozim, nima qilib ko'r? Bizagami? Ha, bo'ldi. Ya buni yıkashini o'lchash kerak. Şey 4 çıktı, doğru mu bu? Şimdi Ya 4'ten 7'ye çıktı. 7'ye çıkması lazım. Kontrol edelim onu. Ha, tamam, Nerede? burası. Evet. Yok, daha çıkmamış. Şey olmuş. Evet. 6 o. 6'da. Demek ki yeterli değil. Evet. 5 ile 6 arasında. 5-6. 5 gram yetmedi. 2 gram mı salıyoruz? Yaklaşık bir 3 gram daha koyalım. Çok olmaz mı? 2 gram koyalım önce. Tamam, 2 gram.
Tamam. Evet. Ziyoda uzun. Yavaş yavaş. Bir 2 gram Hadi. daha koyalım. Ya ishlamaydi emas, yani orqaga qaytarishingiz kerak bo'ladi. To'rga tushib, Ha. Yo'q. Abi masalan şey diyor. Masalan 7'yi çıkarıp duruyoruz, doğru mu? Ama 8-9 olsun ne yapacağız? Bir şey olmaz. Bu çok fazla olur içinde. Yani bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya boşuna fazla kimyasal Orqaga kullanmış kerak olur. emas ekan qaytarish. O'sha 8'da ne olacak? Biraz şeysi var mı mesela? Hiçbir zararı yok. Zararı yok. Ya 9 olabilir. Ama tozdan çok kullanmış olursun. He, Yani rasxod çok ko'p bo'ladi. tüketmiş olursun. Rasxodingiz bo'ladi. Bakın zaten başladı. Bu demek ki 7'ye geldiği için hemen başladı. Şimdi biz bunu ölçtüğümüzde 7'ye geldiğini göreceğiz. Zaten onu da bu işlem başladığı an pamuk pamuk dediğimiz koton gibi olmuyor, başlıyor bu. Evet. Bu tozu hep böyle çok yavaş atacağız ama. Bir kere Ha. de değil. Dibine Tek- çökmeyecek. He, tegida to'planib qolar ekan unda, qotib. yettiga chiqdi, sразу reaksiya beradi. Ha, shunaqa. Bakalım. Evet. Ne diyor gelmiş. Zaten reaksiyon başladığını buradan anlıyoruz. Al bak. Bu naqaniki? Ultrazvukiy mo'ykaniki. Bular elektropolirovkaga chayilgan suv. Elektropolirovka suv emas. Elektropolirovkaga biz ishlatganimizdan keyin uni toza distirlangan suvga chayamiz. Ha, o'sha elektr chayilgan suvlar bular, prosta tozalangan suv. Elektropolirovka suvi boshqa suv bo'ladi. Sariqroq bo'ladi yani. Bakın bu da altınları hemen toplamaya başladı içinde. Shunaqa. agar yaltoqga bilan vannar suvlari bir nechta suvlar aralashtirgan bo'lsa Yo, siz hisob kitobingizni masalan endi kim qanaqa ishlaydi bilmayman. Biz har bitta suvni o'zini hisob kitobini qilamiz. Masalan, galtovkadan chiqqan suvlarni alohida qilamiz, mo'ykanikini alohida qilamiz. Iloji bo'lsa bir-biriga aralashtirmang. Ertaga o'zingiz rasxodlaringizni yozganingizda ham bilib olishingiz kerak. Bundan qancha olaman, bundan qancha olaman. Aralashsa hech qisi yo'q. Lekin haligi feri-merilar aralashib ketsa yomon bo'ladi. U bo'lmaydi. Ha. Ha, afinash qilasiz. Bakın. Bunun Afinash qilasiz. içindeki de Yondirasiz. zaten Yondirib afinash. altınlı sular burada. Bunların içinde. Hop. Hop. Qanaqalarga tekshirsiz bo'ladi. Apparatlarda bor, tekshiradi. Ha. Elektroliz qilasiz. Shunaqa. Burada çıkan sular da artık filtre edilmiş sular. Ultrasonik suyu içinde. Evet. Mo'ykani ichida aytyapti, oltin ko'p bo'lgani uchun og'ir-ku, cho'kib qoldi, pastga deyapti. Bularda oltin kamroq bo'lgani uchun aylanib yotibdi. Ha? Shu yerdan ham bilsangiz bo'lar ekan, og'irligini hisobiga. Cho'ksa, ha? Mo'ykada uzun suv bo'lsa chayqolsin. bu chayqagan suvimiz, ha. Ichiga tozalaymiz, elektropolirovka chiqqan shampun bo'ladi o'zida. Chayqagandan keyin o'sha suv oltin to'planadi. Yo'qda ham. O'sha suvlarida bu. Buni o'zingizlar tez qilib ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta suvga o'xshaydi. Faqat o'sha jarayonni to'g'ri qilsanglar bo'ldi. Biz o'zimizcha italyanskiy filtr ishlatamiz, apparatlar ishlatamiz deb yurardik. Undan ham baribir o'tar ekan qanchadir miqdor. Bu texnik hozir bularni ishlatyapmiz. Xudo xohlasa bundan keyin ham ishlatamiz. O'sha nima ham vaqtdan yutar ekanmiz. Birinchi pramo mana italyanskiy qimmat filtrlarni ishlatmaymiz-da, oddiy qopdan o'tkazib olib, musurini yig'ib olib turib, qolgan suvni bundan qilib olsangiz, hamma oltiningiz qoladi. Bu su filtreleri şu gördüğünüz kaba altınınızı hemen alıp akıtıp
Bunu da kurutup ondan sonra yakarsınız fırında altınınızı alırsınız. Men aytmoqchiman, cho'kindi bor birinchi axlat. Musur bo'lganda qimmat filtrli ishlatish shart emas. Oddiy, mana prosta axlatni yig'ib olish uchun oddiy qop ishlatsangiz bo'ladi. Birinchi anaqaga, bazaviyga. Birinchi ishlatasiz, keyin undan yig'ilgan anaqani, chiqqan narsani xohlasangiz bundan o'tkazib yuboring, qimmat anaqasidan, haqiqiysidan. Undan keyin bundan o'tkazing. Endi sizga qarab bu. Yo, promoy bundan qilib yuborsangiz ham bo'ladi, aralashtirib yuborsangiz. Prosta suv qanchalik o'sha axlat kamroq bo'lsa, bu yoqdagi rezultat shuncha yaxshi bo'lar ekan. Maqsad o'zi biza ola olmaydigan oltinni bundan olishda. Biz axlatini bu yoqda tozalash niyatimiz yo'q. Mana musor masalan qorayib yotgan narsani bu yoqda tozalash maqsadimiz yo'q. Bizning maqsadimiz o'sha filtrlardan o'tadigan oltinni yig'ib olish bu yerda. Kachning suvida nimagadir kerakmi? Kauskiy soda bizada kecha feri ishlatdik-ku. Ferida glitserin hisobiga biza birinchi qiladigan ishimiz etildi, to'rga tushirishimiz kerak. To'rga tushirishimiz kerak. Ferini suv ishlatilgan suvni olib qo'yuvdik, 3 ga tushib ketgan o'zi. Suvni solsak, 3 ko'rsatyapti mana ishqori. Uni keyin kauskiy soda solib, ishqorini kamaytirdik biz. Kislotasini kamaytirdik, 7-10 gacha kamaytirib, keyin yana bunaqa soldik, buni soldik. Uni masalan 3-4 bo'lsa, mana kakras to'g'ri ekan deb buni tuzga promen o'tib keta olmaysiz. Kepaga chiqarib turib olgan, orqaga qaytarish kerak. Ha. Feri uchun ishlatdik biz. Lekin rezultat bunchalik yaxshi chiqmadi baribir. Feri bo'lgani uchun. Yaxshilanadi. Mana effekt jay zo'r emas. O'shanga aytayapti, iloji boricha ishlatmasin feri deyishyapti. Biz mo'ljallarni o'ziga promoy mashinani o'zini suyultirib qo'yib, to'ktirib, ana qilyapti. Ha. Tozalanadi. Bu ne kadar çok karışırsa suyun içindeki altını içine daha çok topluyor. Yani hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş karıştırın. Buni tez bo'lish shart emas, sekin aylansin, keyin uzoq muddat aylansa shuncha yaxshi. Farqi yo'q, 5 soat, 10 soat aylantirib qo'ysangiz bo'ldi. Qancha ko'p aylansa, suvdagi ichidagi ona anaqalari o'sha tuz solgan tuzlarimiz oltinni o'ziga tortib olar ekan. Çok hızlı mı dönüyor? Ne değişmiş? Önemli değil. Evet, evet. Gayet. Gayet güzel. Biraz yavaş dönsün. Evet. Dibine çökecek. Evet. Eldor. Ular jarayonni ol, videoga qiziqarli bo'ladi odamlarga. Yoğun altın ağır olduğu için sıvının şampuanı yapma. kimyasalını bozdu ve Ya bundan ne kadar topladı kadar altını olmayıp sana? dibine çöktü. Çökerdi bak şu an. Men zargar bo'lmaganligi unaqa demoqchiman, qiziq bo'ladi. Keyin shuncha yig'ildi endi reklama hisobida biz aytib o'taylik, polimer suvlarni sotmayotgandik, xabaringiz bor. Bulunmazli suvlarni sotishni boshladik. Azdaki o'zlari test qildilar. Tayyor unaqa o'zlari test qilgan inson. Maqtayaptilar, yaxshi deb, quyilishlari, o'sishlari. Endi baribir vosga yetmaydi. Vosga yetmasa ham nisbatan nima deydi? O'sha darajaga yaqinlashadigan polimerlar bo'layotgan ekan. Quyilishi oson, o'sishi yaxshi. Yuza qismi pora mo'lalari kam. Buni test qilib ko'rsanglar bo'ladi. Narxi $200. Dona bayga agar ko'proq olaman desanglar kelishtirib beriladi. Sizlarga obrazetslar ko'rsatiladi. Tashlab bering obrazetslarni. Ana qilsanglar bo'ladi. Ko'rib boqsanglar bo'ladi. Kimdir endi hammada printer yo'q-ku. Yuza qismi tekshirilgan narsalar. Hammada 3D printer bo'lmagani uchun, vosk printer bo'lmagani uchun polimerlarga ko'p so'rashyapti bizdan, polimer bormi deb. Shu uchun polimerlarni tavsiya qilamiz. O'sishlari yaxshi, quyilishlari. Evet, bunu alıp hamakını yapabilirsiniz.
Buni yana zo'r tomoni bor ekan. Biz mana qimmat filtrlarni ishlatamiz. Italyanskiy filtrlar qimmat turadi o'zi. Расходniki ham qimmat turadi. Bunaqa musorlarni solganimizda tez to'lib qolyapti. Ko'p xarajat qilyapti. Hozir unaqani o'zi bunga solmasdan turib o'zi buni o'zini holida qilib turib suvni o'zi filtrdan o'tkazsak, ancha naqamiz bor, ekonom bo'lyapti filtrlarni o'zi ham ishlatishimiz. Ancha plyusga kirdik. Siz prosta o'zingiz uchun test qilib, ko'pchilikning uyida unaqa bor-ku, lavabolar bor, to'g'rimi? Buni ishlatyapti ko'pchilik. Qoplardan o'tgan o'zi siz o'ylagan toza suvingizni unaqa qilib turib test qilib ko'rsangiz, ancha-muncha yana musor cho'kadi pastga. O'sha plyus tomoni shu. Ha, siz o'zingizni ustingizda qilingan suvlarni filtrlab olman, menda toza hamma oltinni ushlab qo'yapman degan narsangizni keyin bunda qilib ko'ring, qanaqa farq chiqadi ko'rasiz. Bizda masalan chiqdi. Masalan biz oddiy qoplardan o'tkazib, mana filtrlab olman, toza suv chiqyapti desangiz, yana cho'kadi normal narsa. Bor, sotuvda bor. Sizga faqat bu narsamiz hozir qolmadi, qo'limizga olib kelamiz. Iloji bo'lsa, yaxshisini olinglar bu qog'ozni. Buni o'zimizda ham sotadi, konstavarlarda, mana aptekalarda ham sotadi. Lekin yaxshisini olish kerak. Sababi men bitta olib ko'rdim, olganim arzon edi. Ranglarini ajratishingiz qiyin. Mana bitta qadam tepa pastini ajratishingiz qiyin. Bu qog'ozlarda ranglarni ajratib olish oson, 5 bilan 4 ajratish oson. Mana bizda men ko'rganlarim juda qiyin ekan rangini ajratish. Bir-biriga juda yaqin. Bila olmaysiz uni 5 mi 4 mi. Pastki diapazongacha 0 dan 14. 1 dan 14 gachada. 1 dan 14 gacha. Bir eng kislotalisi bir hisoblanadi. 14 eng kislotasiz. Keyin xohlasanglar agar ko'p ishlataman desanglar, unaqa narsa ko'p ishlataman, ishim shu desanglar, apparati bor uni o'zi, ishqor o'lchaydigan. Kislota. Ha? Nima? pH metri bormi? pH metri yo'q bizda, hozir yo'q. Endi balki sotarmiz va o'zimizga ham kerak pH metri. Sababi buni bitta olib qo'ysa ishlataverasiz postoyanniga. Lekin bular to'shliroqda pH metr pastdan kalibr. Unisini bilmadim. To'g'risi pH metriga ishim tushmaganmi? Internetda ko'rgan videolarni. Adashadimi? Agar 1-2 ga adashsa, demak bular yaxshi ekan. Bu sababi adashmaydi. Eski babalardan mana shu qog'ozni ishlatyapti. Ha, unda yaxshi. Buni ham o'sha aytayotganimda yaxshisini olish kerak. Men arzon. Bular примерно nech pulida? Bu kaç para fiyatı? Buna? 100 tanesi $10 civarında. 10 100 dolar. tanesi, evet. $10. 100 tasi $10. Ben aptekadan olganim juda arzon edi. Aptekam qatdan zakaz qildim. OLXdan. Ko'pmi? Diapazon ham bor. Yapaz. Diapazon misol sizda endi diapazon katta-yu. Ha. Sizda 10 ham bo'lishi mumkin, 3 ham bo'lishi mumkin. Ha. Sizda diapazon 0 dan 10 gacha ostingiz bo'ladi. Bor pHlar 308 dan 504 gacha bor. Ya bunda 1 dan 14 gacha. 308 dan 506 gacha o'ta to'shli diapazonda siz masalan elektrolitiz kimikal oshib ketmaydi. Tamammi? Tamam. Dur. Evet. Sal cho'ksin o'zida. Ha, bu da bunun Buni gibi o'sha çökecek aytilganida yani. Evet. qancha ko'p qilsanglar, shuncha o'zingizga plyus. Bu çıkan sıvıları tekrar kullanamıyorsunuz. Yani elektropolisaj sıvıları özelliği bozuluyor. Tekrar makinede kullanma şansınız yok. Ultrasonik sularını da kullanamıyorsunuz. Bu suvlarda chiqqandan keyin elektropolirovkalarni ham shunaqa qilinsa, o'zi qaytadan ishlatish imkoni bo'lmaydi. Ha. Lazım elektropolisaj sıvısı. Biz 2 kat yaptık elektropolisaj 2 kat 3 kat yapalım. Beğer küçük olduğu için 2 kat yaptık. Şimdi Tamam. çünkü dolacak burada. Zaten şeffaflığı bak. Bu çıkan sularınızı en son 2-3 kat filtre ettikten sonra da yine de kontrol edebilirsiniz. Ne çıktığı, içinde altın var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Uni o'zi o'shani nima qilsak bo'lar ekan, bitta uslugasini qo'ysak bo'lar ekan. Bizda suvlarni analiz qilsa bo'ladi-da, mana Fisher apparatimizda qimmatida. O'shani agar Evet. Ha? Suvniki bor, spektrda bor, bizda bor. Spektrda suvni tarkibini qancha oltin, qancha metal borligini aniqlasangiz bo'ladi. Boshqa reaksiyalarni ko'rsa Ha, yo bizda bor, shu apparatda o'zi nima qilsak bo'lar ekan. Yo'q, tillarni, metalni tekshira olasiz, metal. masalan qarang mana elektrolitlar har xil.
Hop, hop. Yo, bizada uni so'rash kerak. Bizlarning fisherimizda oltinni bilsangiz bo'ladi. Yo, faqat degan joyi yo'q. Men bilganim oltin. Uni so'rash kerak, qolgani bo'ladimi, yo'qmi? Bu naqayi? Ringing-ku, ringingni aniqlasa bo'ladi, qolganini ham. Endi misol nima ishlagan eski idorada qiziqish o'tdi. Tushunarsiz? Ha. Men apparatida topdim, apparatda palon. Biz so'raganimizda 1 kiloni 70 million. Suyuqligi yo'q. Suyuqligi bor. Ha, yo'q, bizga suyuqlik kerak emas. Sizga kerakmi? Kerak emas. Shunda oddiy suvni qo'yasiz, o'zini naqasi bor, kichkina narsasi bor. Shunga tomizib, pipetkada tomizib turib ringingni qo'ysa, ringing tarkibidagi oltinni aytib beradi. Faqat 1 litr ichida 1 litr ichida 0,01 grammdan ko'p oltin bo'lishi kerak 1 litr ichida. 0,1 dan 0,1 gram oltin bo'lishi kerak 1 litr ichida. 0,1 gram. 1 gram 10dan 1 bo'lishi kerak 1 litr ichida. Agar 1 litr ichida 0,1 gramdan kam bo'lsa, ringing topa olmaydi oltinni. Eng kamida 1 naqa bo'lishi kerak, 0,1 bo'lishi kerak. Sharti shu. Masalan, bu oltiningizni bu yerda ham oltin bo'lishi mumkin. 1 litr ichida sizda agar 0,1 dan kam bo'lsa ko'rsatmaydi. Lekin u sizga qizig'i ham yo'q o'zi. 0,1 dan kam bo'lsa, u hech kimga qizig'i yo'q. Yana bitta savol. Qarang, siz endi mana bu suyuqlik aytyapsiz. Bor suyuqlik elektrolit tayyor. Hop, bo'ladi. Ishlayapti. Bu yerda faqat tilla emasda, ular kaliy ketyapti. Ha. Soedinение bo'lgancha uni ham qilolmaydimi? Yo'q, bizning apparatlar aytayman, tillaga mo'ljallangan. Masalan, rodilarni suvlarni ishlatgandan keyin aytishadi, rodi qancha qoldi, tillasi qancha qoldi. Ko'pchilik tilla qiladi, pakrita qiladi. O'shalarni ham ko'rsa bo'ladi. O'shalarni ham ko'rsa bo'ladi. Bu faqat toza suv emas, ximiya kislota bo'lsa ham bo'laveradi. Sababi bizniki plastmassada, plastmassaning ichiga solinadi. Tillasi bo'lsa. Ha. O'shani o'zi nima qilsak bo'lar ekanda bir odamlarga slogamiz bor, kelib tekshirtiringlar suvni oltinlarni. 50-50 bo'lishamiz deyiladi, afinaga. Nima deysiz aka? Cho'kma, anaqa qurtasiz, yoqasiz, как afinash yog'i. Afinash qilasiz. Endi sotuvga olib kelasizmi o'sha apparatdan? Qaysi? Sotuvda o'zi. Sotuvda. Narxi qimmatroq buni. Buni arzonlari bor. Arzonlari ham o'zi примерно 40 ming dollardan oshadi. 40 mingdan dollardan oshadi. Bu turganimiz endi sal murakkabroq, mukammalroq apparat. Bu tepi qotib turibdi-yu. Bularning narxi 100 mingdan tepa. Bular naqa avtomatlashtirilgan. Bu skaner qilib beradi ringing orqali. Skaner qiladi, metalli hammasini tekshirib beradi. Suvlarni o'lchasi bo'ladi. Sizga ham metalli, ham suvni avtomatlashtirilmagani kerak desangiz, shu 40 ming atrofida bo'ladi примерно. Narxi. Suvni ham tekshiradi u. Suvni emas deganingiz nima deyapsiz? Suv deganim, suvni tarkibidagi oltinni ham tekshiradi. Ham bu istalgan metalni tekshiradi. Tarkibi, masalan, nima holatini, metalni. Istalgan metal. 24 ta metal. Жидкий и твердый состояние. Ha, tвердый, да. 24 ta element tekshiradi o'zi pechatda. Bu yoqda bir 60 taga yaqin metal tekshirsangiz bo'ladi o'zi. X-ray anaqa spektr orqali. Lekin rezultati bizga chiqarib beradigani shu 24 ta element. 60 taga yaqinni spektrini olsangiz bo'ladi, analizni, javobini, va energiyasini. 60 dan oshiq, 60 ga yaqin qilsangiz bo'ladi. Faqat organik bo'lmasa bo'ldi. Organik element bo'lmasa bo'ldi. Ha, minerallar bo'lmasa bo'ldi. Qolgan metallarni hammasini tekshiradi. Masalan, kalsiylarni ham tekshiradi, lekin kalsiylarni tekshiradi. Bu biza 515 sotamiz-ku ko'p. Hamma joyda 515 bor. Ular ham ko'pchilik o'ylaydi 22 ta metal tekshiradi deb o'ylaydi. Aslida juda ko'p metal tekshiradi. Faqat javobini spektr orqali ko'rish kerak. Uni sal bilim nima qilish kerak, olish kerak. Ozgina o'rganish kerak. Uni qilsa bo'ladi. Lekin zargarlik kerak emas. Lekin laboratoriya bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p metalli spektrning energiyasini bilsa bo'ladi. Kapalı mı? Açık mı şu an? Da. Kapat. Lekin baribir bular laboratoriyaga mo'ljallanganda, ekspressga mo'ljallangan bular. Test qilishga mo'ljallangan. Laboratoriyaga ICP analiz eng zo'ri o'sha ICP da tekshirilgan. ICP 5 ta 9 ko'rsatadi aniqlikda. Bular 3 ta 9 aniqlikda ko'rsatadi. 1-2 probada. ICP lar endi uzoq vaqt davom etadi, ham metallingizni eritishingiz kerak, boshqa qilish kerak, ugar bo'ladi. Shunga yarasha rezultat bor. 7 ta 9 gacha aniqlasangiz bo'ladi menimcha ICP larda. ICP garaj analizi zamonaviy turida, bunaqa apparatlashgan turi. Garaj analizdan laboratoriyada bir bor qiladi.
ICPda xuddi o'shani apparat qilib beradi sizga. Test qilib beradi. Ha, unga ham bir yarim soatcha vaqt ketadi. Ha? 5 minut. Lekin u garajingizdan ancha aniqda. U ICP deyotgan 7 ta 9 aniqlikda erishsangiz bo'ladi. Unda uni metall sochib yorib hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Bizani Fisherlarda masalan juda ham unaqada ko'ra olmaysiz baribir. Aniqlikda. Ya'ni ichida qanaqadir juda ham kam miqdorda qo'shilgan bo'lsa ko'rish qiyin. Sababi shum beradi-da bo'ladi, ringin. Shum orqali uni ichidan ajratib olish qiyin bo'ladi, shum hisobiga. Ну, Express uchun idealniy versiya. Masalan, bir proba plus minusda zo'r narsa. 30 sekundda. Abi bir şey var mı yine? Tamam. Arkadaşlar Agar bir sorusu bu varsa- savolinglar bo'lsa, bemalol berib olsanglar bo'ladi. ikki yuz litr? Yo, menga 1 litrmi? 2 litr olib keling, qilib beramiz. Ha, bo'ladi, aka. Apparatsiz qilsangiz bo'ladi. Apparat nima kerak bizga? Apparat katta ob'yomda ishlaydiganlar uchun kerak. Masalan, buni 200 litringizni qachon qilib bo'lasiz bunda? Apparat katta, masalan, bittada 200 litr aralashtirsangiz bo'ladi unda ichida. Bo'ladi. Siz olib keling, shu yerda qilsangiz bo'ladi, tayyor narsalar. Agar u bukimda qiziqish bo'lsa, Cevahir konuşuyor. apparatni olishdan oldin, masalan, bunaqa narsasi yo'q, rasxodninga sotib olmasdan oldin ozgina 1 litr narsani test qilib ko'raman desa, bemalol kelib test qilib ko'rsa bo'ladi. Apparatlarimizni ishlatib beramiz. O'zingizlar qilasizlar, biz qilmaymiz. O'zingizlar o'sha hozirgi o'tilgan darslar bo'yicha bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Muammo yo'q. Reaktivlar narxi aniq emas, примерно $20 turadi. Har bittasida, примерно. Balki arzon bo'lar, balki bir qism qimmat bo'lar. Hamma narsa kerak emas ekanda. Yo'q, bu narsa prosta biza eksperiment uchun qilyapmiz. Bu narsa kerak emas. 2 litr bor. Ha. Mikseri bo'lsa, hamma narsani olib turib uyda. Ha, qo'lda qilsangiz ham bo'ladi. Qo'lda qilsangiz nega ketadi? Siz 2 soat aralashtirib turish kerak. Bu aytayapti-yu, qancha ko'p aralashsa, shuncha tillangiz yig'ib beradi. O'shanga yo qotirib qo'yish kerak-da. Shunaqa. O'zingiz samodelka yasasangiz ham bo'ladi. Endi yasagandan keyin qanaqa to'kasiz uni? Uni bu yoqda to'kayotganingizda ishlarni tezlashtirish uchun bular kerak. Bundan o'tib, tepib, siz suvni ol, to'k, unga qo'y, bunga qo'y qilmaysiz. Apparat ketma-ket o'zi etap o'tadi bu yoqda. Shu uchun. Bular apparatlarni aniq narxini bilmayman, 10 mingdan arzonroq. Общий komplekt olaman siz hammasini. Bular bu italyanskiy 10 ming atrofi deydi. Bular arzonroq. Bular 5-6 ming dollar atrof tursa kerak. Bu Turkiyani o'zida qilinadi. Italyanskiy deyotganimiz hali ko'rdik, 60 qavat filtrdan o'tadi deb. Dumaloq. O'sha narsa примерно 10 ming atrofi turadi italyanskiylari. Yoqish kerak. Pechkaga-da. Keyin afinash qilinadi. Da sarskiyda, da. Hop. Qanaqa aylantirasiz? Qizdirmaydi, aylanadi-yu, qizdirmaydi. O'zini qo'yib aylantirish kerak. Bu apparat olmasdan Qanaqa aylanadi u? sim aylanadi. Bunga ham temir bor. Aytasiz, bizga bo'ladi, bo'lmaydi. Va suv aylanib tursa bo'lmaydi. Maqsad suvni aralashtirib reaksiyaga kirishishda. Temir bu ham aylantiradi. Birinchi etapni ko'rib oladi. Ketkazsa samodelni hammasini qilgan. Qo'lda qilsangiz ham bo'ladi, kam bo'lsa. Lekin uzoq vaqt aylangan ma'qul, unaqa tavsiya qilinadi. Bundan rangini xalqning chiqishi, ishlatilgan mahsulot Ishga bog'liq. Masalan, bu ultrazvukiy shampunni ishlatamiz. Bu ani italyanskiy shampun bor-ku. Italyanskiy shampun bundan chiqqan. Shunaqa rang chiqadi. Feri qo'ysalar umuman boshqa narsa chiqadi. Kecha men video qilib o'zimni nima qildimmi? Oq o'rtada turdi. Tegi oqda cho'kkanda o'sha feri edi. Feri cho'kmadi, unaqa bo'lib cho'kmadi feri. Asosiy ish mana shunda-da. Ha, to'g'ri. Tajriba ko'rdik. Ha. Hozir bu yerda men shuni bo'ldim. Ha. Manimcha ko'pchilik yaxshi shunlarni qilganda, qayta qilganda asosan mana shu narsalar adashiladi. O'zimiz ham sizlar bergan informatsiyalarni shu narsani qildik. Ha. Bir gapga tugatdik shu nimani. Asosan pH-metrda adashdik. Nega? Rangidami? Rangida emas, pH-metr tushunmaslik, ishqor bilan kislorod tushunmaslik natijasi adashib turib, bir oyga yaqin vaqtimiz ketdi. Ha. Bular qilganda ham faqat 4 ga tushirdim, yo'q deb pH-metr o'tib turib. Ha. Informatsiya bermasangiz,
ular yana adashadi. Ha, yo, yo. Chirimaydi. Bu asosiy vazifa birinchi buni chiritish-ku. Ha. Mavzularda chiritish. Ha, ha. Birinchi jarayon. Chiritish. pH metrda agar ishqor holatiga to'liq o'tganini to'liq tushunmasa, pH metr o'zi nimaligini tushunmasa, bu chirimaydi. Chirimagandan keyin cho'kmaydi. Bu cho'kmagan filtr bilan o'tmaydi. Shunaqa muammolarga tushib, pH metr to'liq tushuntirsak, manimcha Yo, pH metr hozir tushunishdi. pH metr aytdim. Hamma yana bitta qaytarib aytamiz. Hamma suvda har xil bo'ladi. Ba'zi suvlarda biz feri ishlatgan suvlarda даже 2 ham ko'rsatdi bizda. 2-3 ham chiqdi. Uni tepaga ko'tardik biz. Ishqorini tepaga ko'tardik. Ba'zi suvlarda 14 chiqdi, 12 chiqdi. Toza suv, umuman hech qanaqa naqasi yo'q, ishqori yo'q suvda. Ularni unga qarab turib rasxod qilasizlar. Kam bo'lsa, bundan kamroq solasizlar. Birinchi etapni tayyorlab olish uchun. Ko'p ishlatadigan narsalar bular endi. Shunga qarab asosiy narsa ranglarni to'g'ri ajratib olish. Sababi ranglari e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zi suvlarda kecha biz ishlatdik, tajribadan kelib chiqqan narsa noto'g'ri ishlatganimiz natijasida juda ham vaqt ko'p ketqizib qoldik. Nima bo'ldi? Mana kir suvlar, mana turba galtovkalar bor, plastik toshlar ishlatamiz. Bunaqa toshlar ishlatganimiz juda musori ko'p cho'kib qolgan ekan, ancha bir turgan ekanda, biz olib turib cho'ktiramiz, bu yoqda aylantiramiz desa, ish bo'lmadi. Test qilib ko'ramiz dedik. Uning uchun demoqchiman, buni solsak, rangli ko'rinmayapti. Ustini chaplab qo'ygan. Balchuv bo'lib qolgan. Ustiga solyapmiz, ko'rinmayapti. Undan keyin biz qopdan o'tkazdik, tozalangandan keyin qilib turdik, keyin o'xshadi. O'shanga ham e'tibor berish kerak. Bunga ranglariga e'tibor berish kerak demoqchiman. Boya ham aytdim, muhim narsa filtrdan o'tkaza olmayotgan narsangizni o'tgacha olib kelish kerak. Qolgan jarayoningizni o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Oxirgi jarayonni shunga qilsangiz, taqasangiz yaxshi, effekt yaxshiroq bo'ladi. Hozir past chiqsa-da, Xo'p. uni to'rga ko'tarib olsa bo'ldimi yo ko'tarib kelib Yo'q, ko'tarishingiz kerak. Bir 7-8 gacha ko'tarasiz. Shunaqa. 7-8. Ko'tarishga naqa savoldik? Kauskiy soda. Kauskiy soda ishqori kamaytiradi, bilasizlar. Uni filtrlarga ham, buni filtrlari bor. Ichiga ham kauskiy soda solamiz. Sababi naqani tutunlarni naq qilib bersin, tozalab bersin deb. Ishqori kamaytirib beradi kislotani. Kimdan Zaharli tutun chiqmaydi. ha, Tozalab. shunaqa, ha. Naqa beradi, neytrallashtirib beradi. Da, ishqorini ko'paytirasiz. Kamaytirasiz degani nabarot. Sizda qancha tepaga ko'tarilsa pH qancha ko'tarildi degani, ishqor kamaydi degani. Hop. Buni solasiz. Buni solasiz. Baland chiqdi degani, past chiqdi degani pH kislota yuqori degani. Kislotani kamaytirish uchun buni solamiz. Keyin yana orqaga qaytamiz, yana tepaga. Shunaqa. Lekin juda ko'p holatda 5 dan past chiqmaydi. Ko'p holatda ferida chiqdi bizada. Ferining ichida glitserin bormi, boshqa ximiyasi bormi? Kislota balandroq chiqdi. Lekin bu ultrazvukiy shampun, даже elektropolirovka, boshqa suvlarda baland chiqsa chiqadi, past chiqmaydi, ha. O'shanga sizlarda unaqa u kauskiy sodaga unaqa bog'liqlik joyli bo'lmasa kerak. Lekin yana aytaman, bizda rezultat feri bilan yaxshi chiqmadi. Altını alamazsınız. Kalır içinde. Ferinin içinde yapışıyor. Almak çok zor. keyin pardozdan keyin 3 kere atib, 3 tayyorga osonroq bo'lish uchun bitta amak qo'shib ko'rdingiz. Tez yuvish uchun. Xo'p. O'shani amakga bu o'lish sistemasiga zararli. Yo'q, amoyak menimcha zarari yo'q. Sababi menimcha bu ultrazvukiy moykalarning ichida amoyak bo'lsa kerak. O'zi himli chiqadi-yu. Ichida amoyak bor, to'g'rimi bularning? Bunların için az amonyak. Bor. Endi uni test qilib ko'rasiz, lekin bularning ichida ham bo'lishi kerak amoyak, qanchadir miqdorda. Qiyin bo'ladi. Ozgina amak qo'shib ko'rdim. Yaxshi yurdi. Ha, amoyak Yaxşı olur da çok amonyak daha sonra malı sattığında vitrine ışıkların altında kızarır. qizartirar, Kızıl olur. ko'p Bir ay so'siz. sonra geri gelip kızıl oldu diye mal. Anlayamazsın neden oldu. O amonyaktan oluyor. Reaksiyona giriyor malın üstündeki bakırla içindeki koyduğunuz Tilant. alüminyum içindeki çinkolarla reaksiyona giriyor. O yüzden çok amonyak koymayın şampuanların içine. Ha, reaksiyoni svetli bor, svetli reaksiyaga kirgizish qilar ekan, qizartirib qo'yadi. Ha, shunaqa. Miska reaksiyasi bor ekanda. O'shaning uchun videolar ta'lim video qolib qoldi. Shunaqa. Amoyak hisobiga. Keyin biz o'sha
Havoni hisobiga ham bo'lishi mumkin u. Mo'yka suvlarni qizdirib turib, seniyni cho'ktiramiz. Ha. Bir kun turadi. Bachov 50 litr 60 litr bachovga qizdirib seniy qo'yamiz ma'lum miqdorda. Bu bir kun turadi, cho'kadi. O'shani tekshirib ko'rsalarmi yo'q, u tekshirib bo'lmasmiki? Nimani tekshirsiz? O'shandan chiqqan suvni. Sizchi tekshirish uchun o'sha cho'ktirgan suv toza cho'kdi deb o'ylaysiz? O'sha suvni bunaqa test qilib ko'ring bitta. Ha, sernisi bor, a? Ha, diyor. Bu abi cho'ktirma uchun qo'llanıyordu. Serni ne diyorsunuz? Serni'nin İngilizcesini esimden çıkarıp koydum. Şap. Yok. Şap mı? H2 SO2. Siyanit. Yok, siyanit değil. H2 SO2. SO2. Şap. SO2 emas. Şap. H2 SO4. Evet. SO4. Ha. Evet. Onu çok eskiden beri o kullanılıyor. Ama o alabileceğiniz onda %90. 90 alırsan var. Çünkü su üstünde gezer altınlar. Onu çökertmez. Yani %90. Yani o yüzden zaten bu sistemler geliştirildi. Altın bu kadar pahalı olunca daha nasıl alabilir? Eskiden bakmıyordu kimse, basıyordu şapı, çöksün. Ama üstten gidiyordu altınlar. Hozir bu o'tgan narsalar, masalan, deylik, burada yüzmez hiç. Yani bakın. $20 deyotgan расходникlar sizlarni qilayotganidan ko'proq bo'ladimi, kamroq bo'ladimi? Qimmat. Bu qimmatroq. Sterli bilan kavsistik bilan qilinadi. U hech qancha ketmaydi, arzon turadi. Temir qoplab olsangiz ham. Tushunarli. Endi oltin qochsa nega ketmaydi uni arzon deganingiz? Oltin qochishdan Abi mesela bu kullanıyor o şeyini. Şap. Asit şap mı diyorsunuz? O şaptan sonra bunu kullansa olur mu? O suyunu alıp. Olmaz. Olmaz. Kısletayı. Olmaz. Olmaz. Bu miydi de hatta Evet. ya kısleti aralashgandan keyin foydasi yo'q. Suvda ishlatib bo'lmaydi. Qo'ygan suvi. Faqat kartoshkani o'zini qo'shamiz. Cho'ktiriladi. Endi bilish uchun borku, eng yaxshisi o'sha men xudo xohlasa buni o'rganib bitta e'lon beraman. Tillarni tekshirib beraman deb. O'shani tekshirtirsanglar, o'zingizlar bilib olasizlar. Lekin объемinglar kam bo'lsa, bularni расходнигы sizlarga bemalol ko'taradi. Suvni nafasi kam bo'lsa, miqdori. Bu savolinglar bo'lsa, bersanglar bo'ladi, yo'qmasa ha? Ha. Kır sovunlu suvunu. Savun var ya, savun biliyorsunuz, doğru mu? Sabun. Evet. Onu suyuna da Tabii. Sabunlar, burada lavaboda yıkadığınız sabunlara filan hepsi olur. Onları ölç. Onlarla aynı şekilde yap. Sabun olur. El sabunu olur. Sıkıntı yok. Bu lavabonun içine asit girmesin. Bir tek asit girmesin. asit kırmasın. Feri kırmasın. Kim bize de mesela karavanda qo'l yuvish uchun feri ishlatishyapti-da. U bo'lmaydi. Ha. O'sha bilmayman, feri bilan chiqishmadik biz, to'g'risi. O'xshamadi. Ha? Reaksiya bo'lmadi-da. Shunaqa. Feri dushman. Tutuyor, altını tutuyor. Yani plastik gibi, bildiğin plastik gibi suyun içinde ayrışmıyor. Gliserin yazıyor zaten, gliserin yazıyor şampuanda. Gliserin olmayacak. Ferida qilingan narsani sparini qilganman-da. Uni sparini qilsam, qolgan narsa chaqish bo'lgan. Chaq, ha, o'sha. Molga pechkaga qo'ysam, kristal bo'lib qolgan. Uni maydalab turib tashlasam, mol chiqmagan. O'shani aytyapti-da, feri aytdilar-ki, dushman hisoblanar ekan. Dushmanligini biz kecha bildik o'zi. Bunga o'xshab kristal bo'lib qoldi. Pechkada kuydirilsa. Shunaqa. Feri Ya altın işinde kesinlikle kullanılmaması lazım. Çünkü altını geri alımı çok zor. Yani altını rafine geri almak zor yani ferinin içinden. tamam. pH metrlarni bu kanadiskiy ekan, Kanadadan kelar ekan bulari. Nu O'zbekistonda ham bor. Yaxshilarni topsanglar bo'ladi. Bunaqa qilib sotadi, o'sha laboratoriya joylarda sotadi. Ha, bo'ladi. Qatta deydi. Qutisi nerede? Ha? Qolmadi, tugab qolibdi. Boringlar 4 ta 5 ta. 5 ta bor. Bitta olib qo'ysangiz ancha ishlatasiz buni. Ha, men ham
Oldim mana arzonchisi bitta dona rang bor. Ha, bitta dona rang bor. U bo'lmayapti-da, men effekt bermadi. Ha, ajit solasiz, bilolmaysiz rangini. 20 ming so'm, 30 ming so'mga oldim. Bu ishlatib bo'lmadi. Topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Agar ko'p ishlatadigan bo'lsa, endi bular aytibdilar, pogрешность bo'ladi deyaptilar, pH metrda. Buni olib qo'ysangiz ham yetadi. 2-3 ta olib qo'ysangiz, u anchaga yetadi. Ha? Shunaqa. Buni olib qo'ysangiz anchaga yetadi. Bosh og'riq ekan. nimadir qo'shib zararsiz qilib yuboradilar. Shuni qo'yish kerak. Karbon ko'miri deyapti. Karbon ko'mirini so'rayman nimani aytayotgan. Google'mi? Yo'q. Aktiv ko'mir. Просто boshqalarga zarar bo'lmasin deyapti-da. Kanalizatsiyada qo'shgancha unga qaytadi. Ha, u kislotani aqmaydi, suvda kesilmaydi. Lekin bo'lmaydi deyapti-da u. Ko'pirganda o'sha pHni to'g'rilashda neytrallik beradi. O'sha qilib bermasa, masalan, men nima ishlaganim bizning imенно spetsialistimiz bo'ladi shu zavoddan chiqqan Chet davlatlarda juda qattiq qaraydi bu narsalarga. Juda katta shunaqa jarima to'laydi. Bizda endi jam unaqa emas-ku. Tamammi? Tamamdır. Tamamdır. Mayli akalar, hammaga rahmat. Xudo xolisa hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, kelganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Davron aka, buni nima qilsangiz bo'ladi? Olib kelib test qilsangiz bo'ladi. 1-2 litr narsa olib kelsangiz, test qilasiz. Faqat olib chiqib keta olmaysiz, test qilgan narsangiz olib. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Mayli, aka, Ayağınıza sog' sağlık. Sağ ol. Çok memnun oldum. Sağ ol. Bor, sotiladi. memnun oldum, Do'konda sağ bor. Çok memnun oldum. Sağ Na olasın. qimmat emas. Qimmat emas. Sağ olasın.